Mashhur fransuz faylasufi Denis Diderotning mashhur bir gapi bor. Kitob o'qishdan to'xtagan millat fikrlashdan, yashashdan ham to'xtaydi degan. Shu masala bugungi kunda juda ham dolzarb. Sabab bugun dunyoning rivojlangan eng katta yirik korporatsiyalarni olib qarasak ham ularning barchasi bilimga, ilmga asoslangan. Shu sababdan ham bugun biz yoshlarni kitobxonlikka, kitob o'qishga qiziqtirishimiz juda ham zarur. Shu maqsadda 2024-yil davlat dasturida 39-maqsadda yoshlar orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, axborot kutubxona xizmatini aholiga rivojlantirish masalalari belgilangan. Shu maqsadni amalga oshirish uchun mana bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan kuni kecha Toshkent shahrida tijorat banklari bilan hamkorlikda mahallalarning binolarida 100 dan ortiq kutubxonalar tashkil etildi. Ushbu kutubxonalarning o'ziga xos jihati shundaki, bu kutubxonalar nafaqat yoshlarni kitob o'qishi uchun, balki u yerda internetdan foydalanishi yoki bo'lmasa turli xil boshqa to'garaklar bilan band bo'lishiga ham xizmat qiladi. Sababi biz bugun yoshlarga bu imkoniyatni yaratib bersak, albatta yoshlar bu imkoniyatdan foydalanadi. Shu sababli boshqa sohalarga qaratilayotgan e'tibor bilan bir vaqtda aynan kutubxonalar sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor berilayotganligi juda ham quvonarli holat hisoblanadi. Bundan tashqari mana bugungi kunda aholi o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda 1000 ta kitob loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida har yili turli xil sohalarda eng mashhur ingliz tilida bestseller kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilish va nashr etish masalasi ushbu davlat dasturida aks etgan. Shu doirada har xil sohalar, ta'lim, tibbiyot, gumanitar sohalar, aniq fanlar sohalaridagi eng yaxshi kitoblarni mualliflik huquqlari olingan holda tarjima qilinib ushbu kutubxonalarga yoki bo'lmasa ochiq savdoga chiqarilmoqda. Bu ham yoshlarni har xil sohalarda keng qamrovli bilimga ega bo'lish imkoniyatini ta'minlaydi. Shuningdek, bugun kitob o'qigan yoshlarni yanada rag'batlantirish uchun mutolaa loyihasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan. Ayrim bugun yoshlar ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda vaqtini o'tkazmoqda. Ularni kitob o'qishga bo'lgan ko'nikmasini birdan shakllantirish juda ham qiyin. Shu sababli mutolaa ilovasini o'rnatishsa, u yerda kitoblarni audio shakllari ham bor. Ya'ni kim yoshlar nafaqat kitobni bosma shaklda o'qishi mumkin bu yerda, ya'ni kim yozma shaklini, balki audio shaklida ham o'qishlari mumkin. Shuningdek, mutolaa loyihasi doirasida turli xil zukko kitobxon, yosh kitobxon kabi loyihalar mahallalarda, undan keyin tumanlarda, shahar va respublika bosqichlari o'tkazib kelinmoqda va har yili bir necha yoshlar o'z yosh kategoriyalarida qimmatbaho sovg'a, prezident sovg'asi avtomobilni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu ham ko'rsatyaptiki, o'sha yuqorida aytilganidek, kitob o'qishdan yoshlarni biz ko'proq rag'batlantirsak, albatta yoshlar bunga munosib o'zini javobini beradi va bu kelgusida O'zbekistonni aynan yoshlar salohiyatini oshirishga katta imkoniyat beradi. Sababi bugun O'zbekiston aholisi 37 millionga yetdi. Yaqin sanalarda bu yoshlarni biz agarda bo'sh vaqtini samarali tashkil etmasak, albatta bu vaqtdan boshqalar foydalanishi mumkin. Shu uchun bugun qilinayotgan bu tashabbuslar Toshkent shahrida mana kuni kecha 100 ta kutubxona ochildi. Ta'kidlaganimizdek, viloyatlarda ham davom ettirilishi rejalashtirilgan. Fuqarolarimizga, ayniqsa yoshlarimizga bu juda ham manfaatli bo'lib, kelgusida ularni o'z sohasida bir chuqur bilimga ega bo'lishlariga xizmat qiladi.